Bir kunga boshliq bo'lganimda oldingi direktorni polniga bo'shatib olib, o'zim butun umr direktor bo'lgan bo'lardim. Xonadonlar hammasini Amirsoyga dam olgani olib borardim. Dengiz bo'yidagi rohat har kun, osmon tagidagi jannat. Men agar boshliq bo'lganimda RTNni yana ham rivojlantirardim. Ispan olimi Fernando Torresning shunday gapi bor. Le Casa de Papel Muchachos, ya'ni mehnatning tagi rohat. O'zi ishim yaxshi, men oilalarim yetarli. Men barcha IT xizmatlarini bir joyga jamlab, RTMda o'sha xizmatlarni ko'rsatgan bo'lardim. Hamma RTMda ishchilarga 10 kunga dam bergan bo'lardim. Oh my god! Wow! Hamma ishlarga bir haftadan berib o'zimdan olgan ketaverardim. Hamma giftidan PlayStation berardim. Bo'ldi, ertasi kuni keyin boshliq emasman, PlayStation'da o'tiraman. Bunda so'riqish qiyin, lekin agar boshliq bo'lganimda qolganlarda oyligini ozgina ko'tarib, o'zimnikini 3 barobar ko'targan bo'lardim. Bir kunga boshliq bo'lsangiz nima qilasiz? Qanaqa bir kun, bir yillik boshliqni o'zichi? Yo'q, bir kun emas. Hamma o'z ishini bilib qilgan yaxshi. Boshliq bir kunga o'qib qolsa ham bilinadi. It was perfect. Perfect. Bir kunga boshliq bo'lyaptimi hamma? Sanjar aka bir kunga ishchi bo'lib qolsa nima qilasiz aka? Bir kunga ishchi bo'lib qolsam, qanaqa qilib boshliq bo'lishni bilaman. Yana sekin boshliqlikka harakat qilardim. Nice.